Mashina zavod bo'lmayapti. Bunga sabab tabloda akkumulyator chirog'i bilan mochiro yonmayapti. Bu holatda permanentlik kuygan 100 talik. Sabab starter qo'shyapti, zamoshdayapti. Ko'ramiz akalar sizlar bilan birga. Shu joyda permanent blok kirishkasini ochamiz. Ochgandan eng pastdagi o'ng tomondan mana shu zajgandan permanent bo'ladi. Kuygan bu. Buni irg'itib olib turib, eng tepadan permanent sug'uramiz. Adashib ketdim juda. Bu matfoniki uzr adashib joyiga suqib qo'y. Xo'p, bu yerda zapaska o'rni bo'sh ekan. Adashib matfonni chiqarib oldim. Xo'p, mana kirishasida ham bo'ladi. Kirishasida olib qo'yishmagan bo'lsa, mana bu butuniga qo'yamiz. Joyiga suqdik. Endi ko'ramiz. Videoni uzmayman bunda. Bunda mochiro ham yonmas ekan. Sabab kabel uzilgan bo'lsa kerak. Yarimtaga yuryapti. Shu sizlarda ham mana shu holat kuzatilsa, mana shu apple chiroq bilan nima akkumulyator chiroq yonmay qolsa, permanentlik ko'rasizlar, mashina zavatmay qolsa. Keyin motor orqa tomonida kabellar bor, o'shani o'ynab orasida yo'qoladi zamirgan. Keyin ustoqlarga yetib olasizlar akalar. Videoning fayli bo'lgansa, podpiska, like, deganlar.